Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu gen to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Gen insonlarni o'z ichiga olgan barliq jonliqlar irsiy aloyiligining asosli birligi. DNA yoki RNA asos jupining rad tartibi bo'lib, u RNA yoki oqsil qatorliq gen mahsulotlarining birikishini kodlaydi. Gen hukmi 1909-yili tunji bo'lib Daniyalik o'simlikshunos olim tarafidan tonishtirilgan. Biz odatda gen degan vaqtimizda xromosom, DNA, gen qatorliq 3 xil o'xshamagan atalg'ularni o'rtaq ishlatishga yoki bir-biri bilan aralashtirib ishlatishga odatlangan. Chunki mayli xromosom bo'lsin, mayli DNA bo'lsin, mayli gen bo'lsin, bularning hammasi hayotlikning irsiy aloyiligini kontrol qiladigan uchurlar to'plashgan moddalarniki o'rtaq ismi bo'lib, bu rasmda ko'rayotganimizdagidek sol tarafdagisi xromosom, uningga inchikilab, ya'ni mikroskop ostida cho'ngaytib qaraganimizda biz bu DNA'ninki qo'sh zanjirlik qurilmasini ko'ra olamiz. Bu o'ng tarafdagisi shu DNA'ninki qo'sh zanjirlik qurilmasi va uning asosliq tarkibi bo'lgan shu asos jupi. Bu asos jupida shu badanda yoki hayotlikninki jismida shu oqsil qatorliq har xil moddalarni biriktiradiganға yo'l ko'rsatkichlik rol o'ynaydigan uchurlar va insonlarning irsiy aloyiligini kontrol qiladigan har xil uchurlar to'plashgan. Men so'zlagan burunqi leksiyalarda shu DNA yoki gen to'g'risida to'xtalgan vaqtimda asos jupi degan bir atalg'uni ishlatgan edim. Ba'zi qarindoshlar balkim so'rashi mumkin, bu asos jupi degan nima deb. Bu asos jupi deganimiz shu DNA'ninki asosliq qurilmasi bo'lgan, ya'ni irsiy uchurlarni o'z ichiga olgan 4 xil yadro asosi ninki o'zaro juplashishidan tarkib topgan bo'lib, bular shu rasmda ko'rayotganimizdagidek shu qo'sh zanjirlik DNA qurilmasiniki sirtqi qismi shakar fosfat umurtqisi bo'lib, uning ichida bu shot-simon, ya'ni bir-birini bog'lab turg'ini shu 4 yadro asosining o'zaro juplashishidan tarkib topgan asos jupi hisoblanadi. Buni inglizcha nuclear base deb ataydi. Men uni yadro asosi deb oldim. Bu DNA asos jupi degani inglizcha base pair deb ataydigan bo'lib, men buni asos jupi deb oldim. Har qandaq bir DNA yoki genning cho'ng kichikligiga baho bergan vaqtida uning tarkibidagi shu asos jupininki oz ko'pligiga, ya'ni soniga qarab bu DNA cho'ng yoki kichik deb belgilandi. Men oldingi qitimqi leksiyada so'zlab o'tgandagidek shu hozir dunyoga tahdid elib kelgan vaboni keltirib chiqargan bu koronavirusi taxminan 29 ming asos jupidan tarkib topgan. Ya'ni nisbatan shu eng kichik hisoblangan bir qurilma bo'lib, u shu uningki shu gen qurilmasi 29 ming
asos jupidan tarkib topgan. Bu shu jonliqdagi asos jupininki soni uninki DNA yoki genininki cho'ng kichikligini belgilaydi. Men yuqori deb o'tgandagidek biz gen deganimizda shu xromosom, DNA, gen degandagidek 3 xil atalg'ularni o'rtaq ishlatadigan yoki aralashtirib ishlatishga odatlangan deb o'tdim. Undaqda bu xromosom, DNA, genniki qandaq o'xshashligi va qandaq farqi bor degan vaqtida men yuqori deb o'tgandagidek bu 3 xil narsaning hammasi jonliqlarniki irsi alayligini kontrol qiladigan yoki irsi uchurlar to'plashgan modda bo'lib, ularningki farqlari xromosom bo'lsa hujayra yadrosiga joylashgan, xromosom DNA qo'sh zanjirsi va oqsildan tarkib topgan. Xromosom bo'lsa insonlarda jami 23 jup 46 xromosom bor. Undaqda DNA-chu. DNA hujayra yadrosi va mitoxondriyaga joylashgan. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida bu DNA shu xromosomga joylashgan, anandan keyin ya'ni hujayra yadrosida xromosomga joylashgan, undan boshqa hujayra yadrosi sirtidagi mitoxondriyaga joylashgan. DNA yuqorida men deb o'tgandagidek shu 4 xil yadro asosi va shakar fosfatdan tuzilgan. DNA bo'lsa gen uchurlarini o'z ichiga olgan bir butun molekula. Undaqda genchu. Gen xromosomga joylashgan. U DNA va RNAdan tarkib topgan. Ya'ni gen degan vaqtida DNA'ni o'z ichiga oldi, RNA'ni o'z ichiga oladi. Hozir mutaxassislarning qarashicha insonlarda jami 100 ming xil gen bor deb faraz qilmoqda. Bularningki ba'zilari insonlar tarafidan tonilgan, ba'zilari texi to'liq tonilmagan. Bu ko'rayotganinglar insonlarningki xromosomi, ya'ni o'ngdagi ayolningki sol tarafdagisi erning xromosomi bo'lib, men yuqori deb o'tgandek insonlarningki xromosomi 23 jup xromosom yoki 46 ta xromosomdan tarkib topgan bo'lib, ularning ichida 22 jupi jinsiyat bilan munosabati yo'q, ya'ni er ayolda asosan o'xshaydi. Faqat oxirgi bir jup xromosom erlarning bo'lsa X, Y, ayollarning bo'lsa XX. Bu bir jup xromosom jinsiy xromosom deb atalsa, boshqa xromosomlar shu jinsiyat bilan munosabatlik er ayolda o'rtaq bo'ladigan xromosom hisoblanadi. Men yuqorida shu insonlarningki gen yoki DNA'siniki cho'ng kichikligi uningdagi asos jupining soniga bog'liq deb o'tgan edim. Bu rasmda ko'rsatilgani insonlar xromosomi, geni va asosi jup bo'lib, sol tarafdagisi shu gen, ya'ni inson badanidagi 23 jup yoki 24 xil xromosom tarkibidagi gen soni o'ng tarafdagi ko'rsatilgani bo'lsa, shu insonlarningki 23 jup yoki 24 xromosom tarkibidagi jami asos jupininki soni. Buning birligi million. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida birinchi jup xromosomda jami 4000 xildan ortiq gen, jami 400 milliondan ortiq
asos jupi bor. İkinci xromosomda bo'lsa, jami 3000 xil gen, aningdan keyin 250 million atrofida asos jupi bor. Bundaq chiqqan vaqtida bu rasmda ko'rsatilgan, ya'ni qizg'ush rangliki shu gen soni bo'lib, uning soni shu grafik ko'rsatilgan son bo'yicha, aningdan keyin yeshil rangliki shu xromosom tarkibidagi asos jupininki soni bo'lib, uninki ko'rsatilgani o'ng tarafdagi songa millionni qo'shimiz. Ya'ni bu eng tövini 50 million, eng yuqorisi 250 million. Ya'ni bu shu o'xshamagan xromosomlardagi gen va asos jupininki soni. Bundan ko'rib olishga bo'ladiki, insonlarningki birinchi xromosomi nisbatan eng cho'ng bo'lib, uning birinchi jup xromosomi eng cho'ng bo'lib, uningda 4000 xildan ortiq gen, anandan keyin 200 milliondan ortiq asos jupi bor. Eng kichik xromosom bo'lsa, Y xromosomi, ya'ni erlarning jinsini belgilaydigan Y xromosomi bo'lib, uningda taxminan 500 xil atrofida gen va 50 million atrofida asos jupi bor. Yuqoridagi uchurlarni xulosalagan vaqtimizda insonlarningki geni tövendikilardan tarkib topgan, ya'ni xromosom 23 jup yoki 46 tal xromosom bor. Aningdan keyin har bir xromosomda 200 xildan 2000 xil gen yoki har bir jup xromosomda 400 xildan 4000 xildan ortiq gen yoki 50 milliondan 250 million asos jupidan tarkib topgan. Bu yerda her bir xromosom deganda, shu birinchi jup xromosomning bir tali, bu xromosom bir jup bo'lganligi uchun bu yerda ko'rsatilgan sonni 2 ko'paytsak bo'ladi. 23 tal xromosomda jami 3 milliarddan ortiq asos jupi va 21 ming xildan ortiq gen bor. Bu 23 tal xromosomniki tarkibi. Endi men yuqorida deb o'tgandek, insonlarda 23 jup yoki 46 tal xromosom bo'lganligi uchun mushu 23 tal xromosomda mavjud bo'lgan mushu asos jupi va gen o'xshashla yana bir qitim qaytalanganligi uchun 46 xil xromosomda jami 6 milliarddan ortiq asos jupi bor. Undaqda gen turichi degan vaqtida hozir mutaxassislarniki farzcha odamda, insonlarda 100 ming xildan ortiq gen bor deb faraz qilinmoqda. Gen kodi rad tartibi bo'yicha tizib chiqqan vaqtida, ya'ni genning kodini, ya'ni o gen tarkibidagi shu asos jupini rad tartibi bo'yicha tizib chiqqan vaqtida insonning tarkibidagi shu asos jupining soni, asos jupi bunday chiqqan vaqtida 262 ming betlik bir kitobga tizg'ili bo'ldi deb qaralmoqda. Ya'ni shu odatdagi xat bosadigan qog'ozga bularninki gen kodi, ya'ni 4 xil yadro asosiniki o'xshamagan tartib bilan shu berkish nimasini, rad tartibini agarda shu xat bosadigan qog'ozga tizib chiqsa, taxminan 262 ming bet kitobga tizg'ili bo'ldi deb qaralmoqda. Bu uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashishimning asosli sababi insonlarningki gen qurilmasiniki qanchalik murakkab, qanchalik ko'p xil gen, qanchalik gen qurilmasidagi asos jupidan
topganligini bildirish. Men yuqorida deb o'tgandagidek shu hozir tarayotgan vabo tarqatayotgan virus 29 ming xil 29 ming asos jupidan tarkib topgan bo'lsa, bu odam badanidagi har bir hujayrada 6 milliarddan ortiq asos jupi bor degan gap. Hamda inson badanida milyarlarcha hujayra bo'lib, har bir hujayrada 6 milliarddan ortiq asos jupi bor. Bu insonlarning badanidagi irsiy moddalarniki mutlaq ko'p qismi asosan o'xshashidi. Men tövende bu haqda qisqacha to'xtalib o'taman. Endi biz shu gin degan vaqtimizda men yuqori degandagidek xromossom asosliq shu gin uchurlari xromosomga joylashgan deb o'tdim. Undan boshqa insonlarda 23 jup 46 tal xromosom bor. Uningda 6 milliarddan asas jupi va 100 ming xil atrofida gen uchurlari bor deb o'tdim. Endi shu insonlardagi shu mayli 23 tal mayli 23 jup ya 46 xromosom bo'lsin va yoki boshqa uni tuzgichi gen uchurlari bo'lsin, bir inson bilan yana bir insonningki arasida qanchalik o'xshashlik bor degan vaqtida insonlarningki gen aloyligi odatda 99% o'xshaydi. Faqat bizni Ahmad Samat qilgan, ya'ni bir-birimizdan farqlantirgani faqatla 0.1% gen bizni boshqalardan farqli qilgan bo'lsa, qolgan 99% gen bizni boshqa jonliqlardan farqli qilgan. Masalan, boshqa hayvonlardan, o'simliklardan farqli qilgani 99% bo'lsa, bizni xohlagan bir odamdan farqli qilgani faqat 0.1% gen. Endi biz shu urug' tuqqanlar orasida bo'libmbek akufka ota-ona bilan bola orasida 50% xromosom o'xshaydi, gen o'xshaydi degani shu faqatla shu qilib qolgan 0.1% gen uchurlaridagi farq. Ya'ni shu farq bizni insonlarni bir-birimizdan farqli qilgan. Undaqda shu insonlarga eng yaqin bo'lgan maymun oilasiga kiradigan shimpanze bilan insonlarningki gen aloyligi qanchalik o'xshashlik bor degan vaqtida shimpanzeda 24 jup 48 tal xromosom bo'lib, uning gen aloyligi taxminan 96% dan 99% gacha insonlar bilan o'xshash keladi. Ya'ni ba'zi tadqiqot uchurlarida 96% degan bo'lsa, ba'zilar 99% degan. Demak, bu shimpanze, ya'ni maymun oilasiga kiradigan bu shimpanze niki gen aloyligi insonlarga eng yaqin keladi. Undaqda mushukningki gen aloyligi bilan insonlarning gen aloyligida qanchalik o'xshashlik bor degan vaqtida mushukda 19 jup yoki 38 tal xromosom bo'lib, uningki gen aloyligi bilan insonlarning, ya'ni mushukning gen aloyligi bilan insonlarning gen aloyligida 90% o'xshashlik bor. Choshqonning bo'lsa 20 jup yoki 40 tal xromosom bo'lib, 85% gen aloyligi insonlar bilan o'xshash. Kalida 30 jup yoki 60 tal xromosom bo'lib, 80% gen insonlar bilan o'xshash. Anandan chivinda 4 jup yoki 8 tal xromosom bo'lib, 61% geni insonlar bilan o'xshash. To'xiningki 39 jup 78 tal xromosom bo'lib, uning gen aloyligi 60% insonlar bilan o'xshashligi bor. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida mishadagi qilib qolgan gen shu hayvonlar bilan bizning farqimizni farqlantirgan bo'lsa, bizniki 0.1% gendagi o'xshamaslik bizni bir-birimizdan farqlantirgan. Endi bugungi bu leksiyani so'zlashninki asosliq maqsadi
birinchidan shu insonlarninki gen qurilmasiga bo'lgan tushunchani oydinlashtirilishi bilan birga shu insonlarning genini o'zgartirish mumkinmi deganga oz to'la bir javob tepish, ya'ni bizda shu geniga ta'sir qildi, genni o'zgartirdi deydigan andishalar bak ko'p bo'lganligi uchun men bugun shu gen to'g'risida bir qisqacha bir savod berish bilan birga shu insonlarning genini o'zgartirish mumkinmi, mumkin emasmi degan savolga javob berish. İnsanlarning genini o'zgartirish nazariya bo'yicha tamoman mumkin. Bu gen o'zgartirishda qo'llanilgan asosli texnika CRISPR Cas9 degan shu texnika bo'lib, ya'ni shu har qanday jonliqninki genininki bir qismini kesib elib o'tish yoki kirgizish orqali genda o'zgartirish paydo qilish mumkin. Bu faqatla nazariya bo'yicha mumkin. Amaliyotda, reallikda bo'lsa, bu xil tajribalar o'simliklarda va hayvonlarda ko'p qatim elib berilgan bo'lsa-mu, texi insonlarda keng turda elib berilgani yo'q. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida insonlarning genini o'zgartirish garchi nazariya bo'yicha tamoman mumkin bo'lsa-mu, lekin men yuqori deb o'tgandagidek insonlarning geni nihoyatda murakkab bir qurilma bo'lganligi uchun uningda tamoman o'zgarish paydo qilish undaq tez yuz beradigan yoki tez reallikqa aylantirg'ili bo'ladigan ish emas. Hamda bizningki shu tabiatda yashash shu tabiiy taraqqiyot jarayonida bizning genimizda o'zgarish bo'lamdi desa, albatta bo'ladi. Buningga odatda bir ikki avlod, ya'ni 50-60 yil, 100 yil vaqt ketishi mumkin. Bu faqatla shu insonlarningki genininki tabiiy o'zgarishga ketadigan vaqt, ya'ni tashqi muhit, yemak, ichmak, bizning uchrashgan har xil moddalar deganlar bizningki genimizga asta ta'sir qilib, 1-2 hatto 3 avloddan keyin bizda ko'z bilan farqatgilla bo'g'idak ba'zi o'zgarishlarni paydo qilishi mumkin. Bu bizningki, ya'ni insonlarningki shu taraqqiyot jarayonidagi gen o'zgarish, ya'ni tabiiy o'zgarish an sun'iy holda o'zgartish kelgan vaqtida men yuqori deb o'tgandagidek u nazariya bo'yicha tamoman mumkin, lekin bu hozir xalqaroda mayli axloq fazilat jihatdan va boshqa jihatdan cheklamaga uchrab kelayotgan bir narsa, chunki buningki oqibatiniki qandaq bo'ladiganligini biz hozir taxmin qilolmaymiz. Garchi genni o'zgartirish orqali ba'zi kasallarni davolag'ili bo'ladi, insonlarni texmi uzun umr ko'rgili bo'ladigan qilg'ili bo'ldi degan qarashlar mavjud bo'lsa-mu, lekin uningki yomon oqibatininki kelib chiqishidan andishalar ko'p bo'lganligi uchun axloq fazilat jihatda dunyodagi nurg'un davlatlar insonlarningki geniga chiqilishga, ya'ni genda o'zgarish paydo qilishga alohida cheklamalarni qo'ymoqda. Ko'pinchimizning xabari bo'lgandagidek, shu 2015-yildan keyin shu Xitoyda bir olim shu CRISPR texnikasini ishlatib bir bolaninki genida o'zgarish paydo qilganligi, u bolaninki kelgusida AIDS kasaliga giribtor bo'lmaydiganligini e'lon qilgan bo'lib, uni ayni vaqtida dunyodagi tunji qatimliq shu gen aloyligini o'zgartgan buvaq deb jakolagan. Shu insonlarningki genini o'zgartirishga
oid har xil tanqid va cheklanmalar tufaylidan 2019 yili bu Xitoyda geni o'zgartirilgan buvoq hosil qilgan bu Xitoy olimini 3 yillik qo'lga olganligi va nurg'un jazo qo'yilganligi to'g'risida xabar chiqqan. Demak, bu insonlarninki genini o'zgartirish nazariya bo'yicha garchi tamoman mumkin bo'lsa-mu, lekin xalqarodagi nurg'un davlatlarninki cheklamasi tufaylidan bo'lib, axloq fazilat cheklamasi tufaylidan hozir qadar uch-qoshkora mushu gen o'zgartirishga, insonlarning geni o'zgartirishga tamshilgan birdan-bir olim mushu rasmda ko'rsatilgan Xitoy olim balkim biz bilmaydigan, ya'ni Xitoyda boshqa olimlarmi mushu gen o'zgartirish tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu jihatda hozir qadar mushu yuqorqi shu bu vaqtdan boshqa alayda gen o'zgartirilganlik to'g'risida alayda bir yangilik yo'q. Oxirisida xulosalab desam, insonlarninki genini o'zgartirish nazariya bo'yicha mumkin. Undan boshqa insonlarning genimi mushu taraqqiyot jarayonida tabiiy o'zgarish paydo qilishi mumkin. Misolanga agar qaraydigan bo'lsak, 1-200 yil ilgariki insonlar bilan hozirgi insonlarda ko'p farqlar bor. Buning asosli sababi men yuqorida deb o'tgandagidek muhit omili, yemak-ichmak omili va boshqa nurg'un omillar bizning genimizda asta-asta o'zgarish paydo qilib, 2-3 avlod, hatto 3-4 avloddan keyin anandan keyin ko'z ko'ringandagidek o'zgarishlar paydo qilishi mumkin. Lekin sun'iy holda o'zgartirish nazariya bo'yicha mumkin bo'lsa-mu, lekin buningga men yuqorida deb o'tgandagidek har xil cheklimlar bo'lganligi uchun hozir qadar dunyoda bu haqda alayda bir yangilik bo'lg'ini yoki bo'lmasa keng ko'lamda bu xil texnika keng ko'lamda insonlarda qo'llanilgani yo'q. Bugungi bu gen to'g'risida qisqacha tushuncha degan leksiyani mushu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berib anglaganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.